Patologiya, hujayra o'limi, apoptoz va nekroz haqida qisqacha ma'lumot. Hujayra o'limi hujayralar o'lishining ikki usuli bo'lib, nekroz yallig'lanish jarayoni va apoptoz yallig'lanishsiz jarayon hisoblanadi. Nekrozdan oldin klassik hujayraviy o'zgarishlar bo'ladi. Qaytar o'zgarishlar va qaytmas o'zgarishlar. Apoptoz energiyaga, ya'ni ATFga bog'liq hodisa bo'lib, genetik dasturlangan hujayra o'limi hisoblanadi. Xavfli o'sma kelib chiqishini oldini olish uchun DNKsi qaytmas zararlangan hujayraning yo'qotilishi bo'ladi. Bu jarayon odatda bitta yoki kichik guruh hujayralari bilan sodir bo'ladi. Bu jarayonga bir necha misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, menstrual sikl paytida endometriyaning to'kilishi. Kaspazalar mexanizmi. Kaspazalar bir necha yo'llar orqali faollashadi. Birinchisi ichki mitoxondrial yo'l, ikkinchisi tashqi retseptor ligand yo'l, uchinchisi sitotoksik CD8 T hujayralar orqali yo'l hisoblanadi. Ular ham bir necha tarmoqlarga bo'linib, alohida ifodalanadi.